Hozir bitta kichkina narsani o'rgataman, kichkina lekin muhim. Gak prisidaniyaga ham, jimnagami ikkalasiga ham bu prinsip taalluqli bo'ladi. Bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun foydali informatsiya bo'ladi. Ikkala trenajyorda ham maqsadi kvadritsips bilan dumbani ishlov berish, lekin buni sharti biz maksimalni chuqur o'tirishimiz kerak. Gakda chuqur o'tirishimiz kerak. Jimnagamida platformani iloji boricha chuqur tushirishimiz kerak. Hozir men o'rgatadigan narsa mana shu jarayonni effektivni xavfsiz qiladi. E'tibor qilinglar. Okey, maqsad iloji boricha pastga tushirish bo'lgandan keyin biz avvalambor oyog'imizni platformaga to'g'ri qo'yishni o'rganishimiz kerak. Oyoqning kengligi, ya'ni oyoqning kengligi yelkaning kengligi bilan baravar bo'ladi. Mana yelka, tizza, oyoq bitta chizig'ida bo'ladi. Okey. Keyin oyoqning uchi ozgina ikki yonga ochiladi. Ozgina ikki yonga ochiladi. Platforma tushganda tizza ham oyoqning uchiga qarab ochilish kerak. Endi past balandligini qayerdan topamiz? Chunki juda ham past qo'yib yuborsak, platforma pastga tushganda tovon uziladi. Bu axilga nagruska beradi, stabilnostni yo'qotadi, maksimal ves ola olmaysizlar. Agar platformada juda ham baland qo'yib yuborsanglar, pastga tushganda bel ko'tarilib ketadi. Bel ko'tarildi degani bu pastki nuqtada eng katta nagruskani bel olib chiqadi degani. Bu xavfli, travma bo'lishi mumkin. O'shaning uchun nima qilamiz? Birinchi avvalambor platformani pastga maksimalni tushiramiz. Mana eng maksimalni pozitsiyaga tushirdik. Mana shu nuqtadan oyog'imizni nastroyka qilamiz. Qaysi joylashuv past balandlikda sizlarga qulay? Mana bu tochka bizning chuqurligimiz. Demak, shu chuqur nuqtada bizda komfortli bo'lish kerak. Buni qo'yamiz. Joylashtirdinglar. Oyoq butkul yopishgan platformaga, bel joyida ko'tarilmagan. Mana shu bizda optimalniy pozitsiya. Topdik. Mana shu nuqtadan mashqni boshlaymiz. Ushlab, takansa pastga tushamiz. Ko'taramiz. Takansa pastga tushdik. Ko'taramiz. Bilmadim qanchalik foydali bo'ldi. Foydali bo'lgan bo'lsa like bosib qo'yinglar.